Ha, ukam nima deysan? Tezroq gapirish kech qolma. Aka, assalomu alaykum. Aka, mashinani arendasiga pul berishim kerak edi. Ozgina pul berib turing. Bu ham pul so'rayapti. Mashinasini arendasiga pul kerak ekan. Adasi, pulingiz bor-ku, berasiz-da. Ertaga o'lganingizdan keyin tobutingizni ko'taradigan shu jigarlaringiz bo'ladi. Bor pulim deng, gaplashing. Ukam ishxonamga o'tgan, o'sha yerdan pul berib yuboraman senga. Aka, hali ovqatlanayotganda kinayim oldilarda aytolmadim. Uyliga kelganim ham sabab. Ozgina menga yordamingiz kerak. Pul tomonlama qiynalib qoldim. Tushunarli. Ketokenda berarman. Singlim bekorga kelmabdi, yana pul so'rab ketdi-yu. Bilasizmi? Singlisini uyini ko'rsatgan odam do'zaxga ham kirmagan ekan. Qancha yaxshilik qilsangiz, shu jigarlaringizga qilasiz. Pulingiz bor-ku, berib yuboring. Menga qarang adasi. Uyda pul yo'q deb o'tirmasdan ukangizdan borib pul so'rasangiz bo'ladi-ku. Mani Siyolmandan, Siyol Chicken degan restoranlar ochib qo'yibdi. Siz o'tirasiz. Qizimni uzatyapman, mebel olib bersangiz bo'ladi-ku. Rosa puli ko'p. Mebel. Adasi, menga yangi ochgan joy rosa ham yoqdi. Ovqatlari ham mazali, joyi ham zo'r ekan-a? Onasi Siyolmandan ochganimiz yaxshi bo'ldi. Suvni bo'yi yaxshi joy, lekin bu yurg'izgani menga yaxshi ish boshqaruvchi kerak edi. Adasi, ish boshqaruvchi qidirib yurasizmi? Akajon shu restoran sohasida o'qigan bo'lsalar, hozir bekorchilar, undan ko'ra shu yerda ishlaganlari yaxshi-ku. Ham pulni beganaga ham bermaysiz. Onasi, nimaga shunaqasan? Mendan ham ko'p jigarlarim san o'ylaysan-a? Adasi, xotin bola chaqa topiladi, lekin jigarlaringizni dunyoga keltirib beradigan ota-onangiz yo'q. Jigarlaringizni boshqa hech qachon topa olmasligingiz mumkin. Qoyilay xotin, dunyoning 8-mo'jizasimisan? Sizlarning ham ayolingiz shunaqami?